Assalom. Hammalaringiz sog'lommisizlar? Bugungi sizlarni ilk marotaba maktabga qadam qo'ygan kunlaringdan boshlab mana bugun biz savodxonlik bayramiga yig'ildik. Men sizlarni hammangizni savodxonlik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman aziz o'quvchilarim. Ilohim kelajakda komil inson bo'linglar. Yurtimizga, elimizga xizmat qiladigan munosib farzand bo'linglar. Ilohim ota-onangiz qanday orzu qilgan bo'lsa, xuddi mana shunday xizmatlarni qiladigan munosib farzand bo'linglar. Toshibot tog'da ko'z yoshi bor, tarohat yo'lida sinmas yurt quyoshi bor. Izzatli meva, ikki baho olmayman, intilib ishlarga maqsadimga yetmayman. Kitob menga do'st ota, ko'zlarim nuri har joy, uni o'qib to'ymayman, qo'llarimdan qo'ymayman. Jon taratan dostonim, vatan bog'i bo'stonim, dunyo turtincha turtin doim obod bo'ling. Onajonim olamdan hafta sochgan qiyossiz, mehringiz daryomda zinas ko'raman onajon. Palizda pishdi piyoz, pishdi qovun tarvuzda. Keling xilma-oyamiz, hasharga keling do'stlar. Rost so'zlama odatim, rost ko'ylak saodatim, nur ziyoga to'laman, rost ko'y inson bo'laman. Lola 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 jon tog'lardagi gulal va ufollarning davati, yulduzlar ham sen tomon. Qaldirg'och, ikki biz ayirmay, ichi qora qarg'alar qanotini sindirmaylik. Hozir javob bilaman, misol gul lolani, azilkashman do'stlarim, buyuk sulu oldinlarim. Mevalari asal qat, mehri qalbimga payvand, mening go'zal chamanim O'zbekiston vatani. Faxrimsan aziz vatan, faxrlarga to'laman. Ana o'sib bag'ringda senga qalqon bo'laman. Novdalarda nagahon nafis bagrar ochildi. Nurafshon quyosh nuri har tarafga sochildi. Ertaklarni sevaman, ertak jon va dilimda har narsaning kaliti do'stlarim. Suv bo'lmasa hayot yo'q, suvsiz bo'lmaydi. Suv bu abu haboda suvni qilmaylik uvot. Vodiylaring gulladan vatan bog'laring chana. Bag'ringda erag'ishdan men baxtlarni quchaman. Ustoz Lomotabar o'zlaringizni chekib rahmat, ustoz sizga ming rahmat. Men to'rttaga raqama 2-2dan jama bo'lsa 2 juft to'rtta ulfat ushachoq yozishni mashq qilibcha bir oyog'ini runcha. Dilmangiz aygirlarda achilaman bahorda, yurtim quyoshli oyli, yaproqlarim chiroyli. Shodman shamol eshitishim xorxon bilimlar maskani maktabim tomon. Assalom aziz maktab, assalom mehribon qalb, assalom ey ustozim, avvalo sizga ta'zim. Bolalarga bosh bo'lib, sizlarga sirdosh bo'lib, bahman banda botin yozgan yo'ldosh bilan. Yurak, sen esa sirak. O'qishni o'rganamiz, alifboni o'rganib, bilimdon bo'lamiz. O'rdak,
dildan deymiz salom, assalom. Assalom otajonlar, assalom onajonlar. Salomini yo'llaydi sizlarga bolajonlar. Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Bugungi savodxonlik bayramimizga xush kelibsizlar. Mana bugun aziz o'quvchilarimizning 4 oy davomida olgan bilimlarini sizga namoyish etishga tayyor turibdilar. Bugun bizning maktabda juda katta tantana, bilimini namoyish qiladi har bir bola. Ustozlarning o'qitin dilimizga joylaylik. Dilda hayajon bilan bayramimizni boshlaylik. Endi bugungi tadbirimizni ochib berish uchun maktabimizning boshlang'ich ta'lim metod birlashma rahbari Samiha Nargiza ustozimizga beramiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Mana maktabimizga xush kelibsizlar. Mana bugun savodxonlik bayramini nishonlash uchun bizning 1-B sinf o'quvchilarimiz katta tayyorgarlik ko'rishgan. Avvalambor hammalaringni kelayotgan 2026-yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hamda maktab ma'muriyati tomonidan tabriklaymiz. Bugun bizning maktabimizga ilk qadam qo'ygan 1-B sinf o'quvchilarining savodxonlik bayrami. Mana shularda o'zlarini mashaqqatli mehnatlari bilan tayyorlagan tadbirini ko'rib, miriqib tomosha qilishlarini istab qolamiz. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Doim sog' salomatlikda ko'rishaylik. Rahmat ustoz, ishlaringizga omad. Endi esa bugungi bayramning sababchilari bo'lmish 1-B sinf o'quvchilarini sahnamizga taklif etamiz. Avlodning tilida madhiyamiz yangraydi, bolalarning tilida.
o'quvchilarimiz maktabga ilk qadam qo'yganlarida ular o'qish, yozishni bilmas edilar. Ammo bugun ular bilimlar mamlakatida bemalol sayr qilib yurishibdi. Bilimlar mamlakatida bemalol sayr qilib yurish uchun ular harflarni tanimoq, o'qish, yozishni bilishlari zarur. Qani ko'raylikchi, bolalar harflarni tanisharmikan? Bilimlar mamlakati boshlanar alifbodan. 30 ta do'stimiz bor bizlarning alifbodan. Alifboni o'rgangan bolalar jim turmaydi, harflar tilga kirib odamlardek so'zlaydi. Assalom aziz maktab, assalom mehmon qilib, assalom ey ustozim, avlod ta'zim. Bolalarga bosh bo'lib, sizlarga sirdosh bo'lib, Bahrom bo'lna boqini yotganda yo'ldosh bo'lar. Don taratdan dostoni, vatan bog'ostoni, dunyo turguncha turdi, doim obod bo'ladi. Esteklarni sevaman, estek jonu dilimda har narsaning kaliti do'stlarim ko'pilar. Faxrim sar aziz vatan, faxrlarga to'laman. Uni o'sib bag'ringda senga g'arqon bo'laman. Gulman go'zal gulzorda, ochilaman bahorda, yurtim quyoshli oyli, yaproqlarim chiroyli. Hozir javob bo'laman, misoli gul noriman, hasilgashman do'stlarim, buyukdir orzularim. Ilm ijodlarga ikki baho olmayman, intilib yuksalarga maqsadimga yetmayman. Jiddigina qo'limga qalam tutgan iltimosiga rahmat ustozim, doim bo'lish sog'lom. Kitob menga do'stota, ko'zlarim nuri har choq, uni o'qib to'ymayman, qo'llamdan qo'ymayman. Lola, 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 lola jon tog'lardagi gularman, ufonlaring tarafda yulduzlar ham sen tomon. Mevalari asatqam, mehri qalbimga bayrak, mening go'zal chamanim O'zbekiston vatanim. Novdalardan nagahon nasib bagani ochildi, ravshan quyosh nuri har tarafga sochildi. Onajonim olamdan oftob sochgan qiyossiz, mehringiz daryomizdan sizni yaxshi ko'raman ona. Polizda pishdi piyoz, pishdi qovun tarvuzlar, keling xirmo uyamiz, hasharga keling do'stlar. Qadirg'och ikkimiz aymayli, ichi qora qarg'alar qanotim sindirmaydi. Rost so'zlama odatim, rost go'li saodatim, nur ziyoga to'laman, rostgo'y inson bo'laman. Tarazning toshi bor, tog'da ko'z yoshi bor, taraxot yo'lda sinmas intiqoshi bor. Ustoz ulug' mo'tabar o'gitlari tilozar o'qitgan chekib zahmat, ustoz sizga ming rahmat. Suv bo'lmasa hayot yo'q, suvsiz bo'lmaydi nihol, suv bu abu-havoda suvni qilmaydi ular. Shodbon yashashaman har ham bilimlar maskar maktabim tomon.
alifbodagi hamma harflarni juda yaxshi tanib olibsizlar. Bolajonlar, bizning bilimlar mamlakatida sizning sevimli kitoblaringiz alifbo, o'qish, matematika va ona tili sayr qilib yurishgan ekan. Qani kelinglar, biz alifbo kitobini birgalikda davramizga chaqiramiz. Bolajonlar, men sizga birinchi kitobdirman. Dilingizni yoritgan go'yoki oftobdirman. Ko'rdim bugun donosiz, hammadan ham a'losiz. O'qish, yozishni bilgan, aqlingiz ham rasosiz. Salom bolajonlar. Men sizlarni eshitdim. Harflarni juda yaxshi yod olibsizlar. Lekin shu harflardan she'rlar ham ayta olasizmi? Farzandiga jon fido, tinib tinchimas aslo. Bardam salomat bo'ling, ota-onam doimo. Bilimlar mamlakati makon aylagan, sizga ta'zim va rahmat deyman sizdek aziz ustozga. Qo'limizda bor kitob, yuzimiz go'yo oftob, bizni doim bezaydi go'zal xulq yaxshi obod. Yosh avlodlar oylagan, baxtimizni so'ylagan, sog' omon bo'lsin boshi, rahmat senga yurt boshi. Barakalla bolalar. Endi men bora qolay. Sizga baxt, omad tilay. Oningizni charxlash uchun o'qish kitobini chorlay. Salom yangi do'stlarim, erka qaro ko'zlarim. Bugun sizga yurakdan atalgandir so'zlarim. Meni o'qish deydilar, o'qish deydilar. Mendagi har mavzuni mag'zin chaqish deydilar. Meni asta varaqlab, mazza qilib o'qursiz. Ibrat olib so'zimdan xalqimizga yoqursiz. Meni o'qing ardoqlar, men do'stingiz bo'laman. Qo'lim berib sizlarga yoningizda bo'laman. Bolajonlar, men sizning yangi kitobingizman. Aziz o'quvchilarimiz bilan alifboni tugatganlaridan keyin o'qish kitobi doim birga bo'ladi. Endi davramizga matematika kitobini chorlaymiz. Matematika o'zim quyoshdek issiq yuzib, raqamlardan boshlanar. Tinglasangizga so'zim, 10 ta raqam jomenda, kerakdirman har yerda. Aqlingizni charxlayman, har misol har amalda. 21-asr, kibernetika asri, bilimdon donolarga ochiqdi bilim qasri. Men sizga do'st bo'laman, ham do'st bo'laman. Raqamlarni tanitib, 4 amalni bilaman. Matematika sen uchun bizning aziz o'quvchilarimiz sonlarni yod olib kelishgan. Mening nomim o'quvchi ogoh bo'l. Yolg'iz tursam yo'qman, men sherib tursam to'g'man, men yozilishim qilmas, dumdumalar o'ynasam bas. Bir degan sanasonman, sanash uchun osonman. Bitta yurak va bitta bosh, bitta oy va bitta quyosh. Yosh ham o'ynayman, qo'zichoqqa o'shqayman. Ikkidan raqamman, 2 birdan doim tayyor, 2 qo'l, 2 oyoq, 2 ko'z, 2 quloq. Imonda o'xshayman, xo'sh, qo'lda qo'lda yo'q. 3ta birman nomim 3, birlashganda bo'ladi kuch. 3ta cheslanayman deb shart o'ynaydi har bir shay. Yozish uncha qiyin emas, tishlaydi ikki qulcha. Men 4 degan raqamman, 2 dan jama bo'lsa 2, fotor to'rtta ulfat uchanchoq yozishni mashq qilibcha bir oyog'ini runcha. 5 digilli nomim bor, raqamlar ichida ilg'an, bir-birini qilsang anchama, qo'lingdagi 5 panjama. Yaxshi tirish yozmoqqa, sal o'xshayman qalmoqqa. 5dan keyin oldilar, raqamlarning oldilar. 2 uchni qo'ysang hech qachon esdan chiqmas. Yozuv bilmoq go'yoki oddiy ilmoq. Mening nomim yurtidir, edi demaylar bitta oldidan bitta bo'lmaydi. Yuzman to'pman, sizga kichik guruh biriga boylagi bilmoq.
qachon yotilishing bir qani taqavvul qil pillani. Men to'qqizman, kalla judayam sakina bitta katta bo'lib qo'yganimda ko'zini o'rganishda ilmoqman o'zlashdi. Biz sonlardan tashqari matematika kitobi uchun hafta kunlari uchun ham tayyorlanib kelishgan. Marhamat o'quvchilar. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, keyin juma va shanba, oxiri yakshanba. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, keyin juma va shanba, oxiri yakshanba. Yetti opara ukamiz, tuli doim bir safda, biz ketma-ket kelamiz, bizni deydilar hafta. Yetti opara ukamiz, tuli doim bir safda, biz ketma-ket kelamiz, bizni deydilar hafta. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, keyin juma va shanba, oxiri yakshanba. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, keyin juma va shanba, oxiri yakshanba. Barakalla bolalar, juda ajoyib bolalar ekansiz. Qisqa muddat ichida shuncha narsani bilib olibsizlar. Endi bolajonlar, men sizga sevimli do'stim ona tilini chaqiraman. Menman ona tilaman, ilm dono tilaman. Onalar sof vijdonin, otajonlar tilaman. O'qing meni varaqlab, yurakdan hurmat saqlab. Ona tilim sehrini ardoqlang meni yo'qlab. Tilimiz xazinasi sizga asta ochgim bor. Ona tilim sehrini marjon kabi sochgim bor. Rahmat senga. Bugungi tantanamiz sababchisi bo'lgan aziz bolajonlarimizni ko'rib ko'zimiz quvnaydi. Qanday dono, qanday ziyrak o'quvchilar bo'lishibdi. Aziz bolajonlar, sizga bilim berib o'qish yoshini o'rgatgan, chin yurakdan halol mehnat qilayotgan aziz ustozimiz Munira ustozni chin dildan tabriklaymiz. Bolajonlar, biz hozir qaysi faslda turibmiz? Qishda biz qanday bayramni nishonlaymiz? Hammamizga ma'lumki, yangi yilni biz Qorbobo, Qorqiz, Yalmog'iz, Qaroqchilar, Ernak qahramonlarisiz tasavvur qila olmaymiz. Qani bizning bilimlar mamlakatiga uzoq shimoldan aziz mehmonlarimiz kelishibdi. Kelinglar, Qorboboni taklif etamiz. Bu yerda qanday bayram bo'lyapti?
nishonlamoqdamiz. Hech qanday bayram bo'lmaydi. To'g'man bu bayramda qatnashmas ekanman, qori bobo ham, qorqiz ham kelmaydi. Mani bayramlaringga qo'shasizlar? Qo'shamizmi? Kelinglar unda birgalikda Qor boboni chaqiramiz. Sip.uz taqdim etadi. Salom aziz bolalarim, tog'dagi gul lolalarim, keldim olis o'rmondan, yam-yashil bir jahondan. Archangizni ko'ray deb, sizga mehmon bo'lay deb. Aziz bolalarim, savodxonlik bayramingiz muborak bo'lsin. Men sizlarni tabriklash uchun qorqizim bilan birga uzoq o'lkalardan judayam ko'p sovg'alar olib keldim. Kirib kelayotgan 2026-yil ham muborak bo'lsin. 2026-yil barchamizga baxt omad olib kelsin. Marhamat o'quvchilar. Ataylab dars qildim bugun, oyim xursand bo'larmikan deb. Olsam agar 5 baho qartun, badam ko'ngli to'larmikan deb. Oyim hayron bo'lib qoldi-yo, boshdan oyoq nazar soldi-yo. Hayga ham borib qoldi-yo, rostdan dars qilarmikan deb. Dars qilaman men, 5 olaman men. Endi aqlli bola bo'la olaman men. Dars qilaman men, 5 olaman men. Endi aqlli bola bo'la olaman men.
yangicha tilak, qadrdonim yangi yil bo'lsin muborak.